Javlon Javliyev, onam va koinot. Javlon Javliyev yuragida katta dardlari bor yozuvchi, jiddiy mavzularda kuyunib yozadigan adiblardan. Qo'lingizdagi kitobga uning turli yillarda yozgan hikoyalari kiritildi. Kitob mutolaasi davomida adibning orzu-istaklarini anglagandan bo'lsangiz, u odam bolasining asl inson manqurtlikdan qutulib fikrlaydigan, yurt va millat uchun qayg'uradigan shaxs bo'lishini istaydi. Qo'rqoqlik, ikkiyuzlamachilik, manfaatparastlik va xoinlikdan yiroq, go'zal jamiyatdagina taraqqiyotiga erisha olajagini uqtirmoqchi bo'ladi. Har bir odam fikriy qullik, ma'naviy qo'rqoqlikdan qutulib, asl komillikka yetishishni lozimligini ta'kidlaydi. Shundagina dunyoda jaholat urishmaydi. Bashariyat tanazzulga sabab bo'ladigan turli inqirozlar yuz bermaydi. Qirg'inbarotlar, urushlar bo'lmaydi.